Abbos aka. Ha, nega? Oyijon ish buyurganlar-da. Shunda men ishlarni bu yoqqa olib bering, qarashib yuboring, iltimos. Urgurmayapman-da. Bo'ldi. Bo'p qoldingizmi? Mana, mashaqa yuvish kerak. Qanaqa yuvish kerak? Yuvishni bilmaysan? Onamdan o'rnak olsang bo'lmaydimi sen? Ha? Onamdan o'rnak olgan. Onam shunaqa zo'r yuvadi. Yaxshilab yuv kerak. Voy, hali ham bo'lmadingmi? Bo'l, tezroq bo'l. Ha, mehmon keladi. Siz meni dazmollab turing, hozir mehmonlar kelsa shuni Ya, qilmayman, o'tgan safargidek bo'ladi. Voy, nima qilibdi xotiningizga yordam bergan bo'lsangiz? Bo'pti. Ashlarni qilaymi? Mana bunaqa qiladi dazmol. Mamutlarini qiladi dazmol. Yaxshilab qilish kerak. Onamdan o'rgan, bir tomchi suvni o'rgan, hech bo'lmasa, o'l, kartofa. Turmush o'rtog'ingiz bilan birgalashib ish qilgingiz keladi, bir-biringizga mehr bergili keladi. Endi bunchalik emasda kelin, mana ahvol. Hozir idishlarimni yuvib oling, ovqat qilib beraman keyin. Sizlar bemalol o'tiringlar, xo'pmi? Qaynona kelib maza qilay. O'l, latta.